10 milyon so'm ziyanına satılıp oturgan kvartiramiz bugün e'tiboringiz markazida dostlar. Miryogay tarafda 3-etajda 57 kvadrat metrlik ve 2 xonalı bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Sразу başlayımız, bu tarafımız zal bo'ladi. Razmerlari 3x6 razmerda bo'ladi dostlar. Remontlari normalniy turibdi, eshiklari ham stasionarlari zo'r narsalar. Endi spalniga kiramiz. Balkonlari bor dostlar, o'zining balkon ham 2,5 metrga 1,20lik bo'ladi. Va elinizda don turibdi, anchagina gavjin joylar bo'ladi. Yerlarimiz dostlar to'q bo'ladi. Spalnimizning razmeri 3,5 ga 4 razmerda bo'ladi. Va keyingi xonalarga o'tamiz. Sanuzelimiz bir hisoblanadi bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Stasionarlari zo'r turibdi, rakvinalar qo'yilgan, aristollari bor va podonlari bor. Keyingi masala eng zo'r joylaridan birisi bu kuxniy mebeli dostlar. Kuxnyamiz kafel qilingan, xolodilniklari alınadi, televizor ham alınadi va bu Vesta siz uchun bonusga qo'shib beriladi. Kuxniy mebel ham. Kuxniy mebelni bilsanglar, bu yerlarda quruvchilar kuxniy mebel qo'yib bermagan va shu pulning ichida qoladi dostlar. Narxına keladigan bo'lsak 149 million so'mga aytib o'tiramiz. Oylik to'lovi 3 million so'mdan sal kamroqqa chiqib turibdi dostlar. Qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarda sizlarni kutib qolamiz va izinda asal summasi 190 million so'm. Buyuringlardan uzoqlashmanglar.